Assalomu alaykum barchaga, qadrli kuzatuvchilar va Yangi asr universiteti talabalari. Sizni ushbu video darsimizda ko'rganimizdan juda xursandmiz va shaxsan men Sarvar Ahmad va EduJob loyihasi vakili sifatida va Iqtisodiyot assambleyasida yoshlar ishlari bo'yicha rais o'rinbosari sifatida men sizlarni aynan shu Coursera dasturimizda ko'rganimdan juda xursandman va keling qisqacha sizga aynan shu loyihamiz haqida va aynan bu Yangi asr universiteti talabalari uchun nega manfaatli loyiha bo'la olishini sizga tushuntirib bersam. Demak, bizni asosiy, ya'ni Iqtisodiyot assambleyasini qo'ygan asosiy maqsadi O'zbekiston yoshlariga qisqa muddat ichida xalqaro bilim berish orqali biz sizlarga yuqori maoshli kasbga tayyorlash ko'nikmalarini oshirishni va sizni potensial ishga joylashish va stajirovka ko'nikmalaringizni yana ham rivojlantirish va sizni har tomonlama shaxsan men doimiy qo'llab-quvvatlash tizimini ishga tushirishni xohlaymiz va siz ko'rib turganingizdek aynan shu EduJob loyihasi bir muammoni yechishni xohlaydi. Ya'ni O'zbekistonda har bir talaba o'zini soha yo'nalishi bo'yicha o'qiydi, 4 yil aytaylik umrini o'sha universitet hayotida o'tkazadi va kerakli bilimlarni, ya'ni nazariy bilimlarni oladi. Lekin biz shunaqa noxush vaziyatlarni ham guvohi bo'lyapmizki, talabalar o'sha 4 yillik vaqtni o'tkazib, ular nazariy bilimga ega bo'lgandan keyin o'zini sohasi bo'yicha yetarli darajada maoshli ishga kirishmayapti va hattoki ular o'zini yo'nalishi bo'yicha ish topish juda ham muammo bo'lmoqda. Biz mana shu muammoni juda ham optimal ravishda birinchi bosqichda aynan siz Yangi asr talabalari, Yangi asr universiteti talabalariga bermoqchimiz va bu tayyor platforma, aynan shu platformadan qanday qilib foydalanish, aynan loyihadan, aynan shu loyihani kelajakda yana ham shu Yangi asr universitetining keyingi bitiruvchilari uchun ham tizimli ravishda olib kirishni xohlaymiz. Mana keyingi ko'rishingiz mumkin, bu yerda juda ham ko'p, mana Headhunter hamma biladiki, juda ham nima deydi, hozir trendda bo'lgan ish topish bo'yicha e'lonlar bo'yicha hozir veb-sayt hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek 8 milliondan 12 milliongacha, 15 milliongacha oyliklar mavjud. Lekin bu oylikli aynan ishlarga bir ikkitagina odam faqatgina o'zini rezyumesini qoldirgan yoki qiziqishini bildirgan. Bu juda ham achinarli holat, chunki har bir universitetda minglab talabalar o'qiydi. Aynan shu minglab talabalar ichida mana shu soha vakillari, aynan sizlar o'qiyapsizlar. Nega mana shu nima deydi, kasb yo'nalishlariga talab aytaylik juda ham past va nega talabalar o'zlari shu universitetni bitirib bakalavr darajasini va sertifikatini olgandan keyin ham mana shu yechim, ya'ni muammoga yechim haligacha topilmayapti. Ko'rib turganingizdek bizda ishlar bor, lekin ishlarga talabalarni aytaylik deyarli talabi yo'q, bor, lekin juda ham passiv darajada. Biz qanday nimani taklif qilamiz? Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, content producerlar, dizayner interyerlar, grafik dizaynerlarni oyligi ancha nima deydi, talaba uchun juda ham yaxshi va bunga e'tibor bering. Sizdan ya'ni opit darajangiz 1 yoki 3 yilni so'rashyapti. Bu degani stajyor holatida ham sizni ishga qabul qilishga tayyor bu kompaniyalar. Demak, asosiy EduJobni asosiy loyihasi maqsadi biz sizga Coursera platformasi orqali xalqaro sertifikat olishga yordam beramiz. Xalqaro sertifikatni asosiy maqsadi nima? Ya'ni sizga qanday yordam beradi? Qadrli talabalar, shu narsani eslab qolingki, hozir kapitalistik bozor muhitida O'zbekistonda juda ham ko'p chet el kompaniyalari kirib kelishni boshladi. Sezgan bo'lsangiz, masalan, Korzinka, Uzum, o'zimizni Wildberries juda ham katta kommersiy kompaniyalar kirishni boshladi. Biz mana shu kompaniyalarda ishchi sifatida, xodim sifatida kirishni istasak, bizdan nafaqat til bilish darajamizni, balki kompyuter savodxonligimizni, ya'ni qandaydir sertifikatlar bormi, yutuqlarimiz bormi, ana shu narsalarni ham so'raladi. Ya'ni oldingi 50 yilgi talablar hozir eskirdi. Ya'ni o'rniga har xil etaplar qo'shilishni boshladi. Mana shu kriteriyalarga javob berish uchun ham sizlardan, aynan sizlarga bizni yordamimiz sizga ana shu xalqaro sertifikatlarni olish, ya'ni olishga yordam berish
to'g'ridan to'g'ri biz sizga olib bermaymiz. Nabarot sizga shu ko'nikmalarni qanday qilib olish kerakligini va aynan nima deydi, o'zingizni moliyaviy va o'zingizni ko'nikmalaringizdan, qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda optimal yechim berishga harakat qilmoqchimiz. Ya'ni bu birinchi bizning xizmatimiz hisoblanadi. Undan tashqari bizning ikkinchi qadamimiz sizga stajrovka topib berish. Stajrovka imkoniyatlarini talabalar uchun dostupniy qilish. Va buni biz qanday qilamiz? Biz rekruting kompaniyalar, ya'ni iqtisodiyot assambleyasi rekruting kompaniyalari bilan o'z shartnomalarga ega va mana shu shartnomalar asosida siz o'sha Coursera'da xalqaro sertifikatingizni olganingizdan so'ng biz sizga stajrovka imkoniyatlarini taqdim qilamiz va kompaniyada 1 oydan 3 oygacha yoki 6 oygacha stajrovka qilasiz va undan keyin ana shu kompaniyada ishlash istagingizni bildirsangiz, siz ana shu yerda ishli bo'la olasiz. Yana bir savol tug'ilishi mumkin sizda, aynan Coursera kimlar uchun, kimlar qatnasha oladi? Bu bakalavr talabalari, даже maktab o'quvchilari ham bu yerda qatnashsa bo'ladi. Bu yerda yosh chegarasi yo'q. Bu yerda yosh chegarasi degan narsa umuman nima deydi, e'tirof etilmagan. Faqatgina bu yerda ingliz tilini bilish darajangiz katta rol o'ynaydi. Bu yerda o'zbek tilida ham kurslar bor. Hozir yana ham kurslar haqida sizga ma'lumot berib o'taman. Asosiy nima demoqchiman? Bizning xizmatlarimiz o'sha sizga 3 ta etapda xizmat ko'rsatish. Sizni o'qitish, o'sha Coursera platformasida sertifikatingizni olish va stajrovkaga joylashtirish va ish bilan ta'minlash. Aynan o'z soha kesimingizda. Ya'ni siz ham local, ya'ni mahalliy kompaniyalarda ishlash qobiliyatingiz bo'ladi. Ham xalqaro kompaniyalarda, ya'ni bir o'q bilan 2 ta quyonni urgan bo'lasiz. Ya'ni nima deydi, o'zimizni tilda tushuntirsam. Va bundan tashqari biz sizga konsalting xizmatlarini taklif qila olamiz. CV va cover letterlar ana shu kompaniyalarga qanday qilib o'zimizni soft skilllarimiz deymiz, o'sha skilllarimizni, навыкlarimizni qanday qilib o'sha kompaniyalarga sotish darajamizni, ko'nikmalarimizni oshirishni o'rgatamiz. Hop, aynan Coursera dasturiga keldik. Ana shu Coursera bo'ladi, ya'ni bu interfeysi hisoblanadi Coursera'ni. Hozir bu qayerdan topaman desangiz, hozir buni ham ko'rsataman. Coursera dasturimiz Google platformasida, любой veb-saytdan topsangiz bo'ladi. Google, o'sha Safari, qaysi veb-saytni ishlatsangiz yoki qaysi platformani ishlatsangiz, o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Demak, bizni keling, qanday qilib sizga yordam bera olishimiz haqida batafsil tushuntirib bersam. Demak, Coursera'ni kurslari juda ko'p. 10 tadan ziyod kurslari bor, lekin aynan sizni yo'nalishingiz bo'yicha, ya'ni yangi asr talabalari, universitet talabalari uchun qanday qilib to'g'ri kurs tanlash va uni qanday qilib realniy sertifikat olish darajasiga olib kelish uchun biz bitta sistema qildik. Demak, birinchi sistemamiz, birinchi bosqichimiz aynan nimadan boshlanadi? Bilamizki, bizni yangi asr universitet talabalari asosan juda ham go'zal, jozibador, chiroyli qizlarimizdan iborat va agar siz ko'rib turgan bo'lsangiz, qizlar, men sizlarga ishonaman, uddalay olasiz va siz hamma tomonlama yetuk mutaxassis bo'la olasiz va o'zingiz sohangizda aynan va ishonamanki sizni xalqaro kompaniyalarda albatta ko'ramiz, siz bilan alohida ishlaymiz va shuning uchun hozirdan harakatingizni boshlang. Shu video sizga nima deydi, qanaqadir motivatsiya berishni xohlayman. Demak, yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, aynan qizlar bilasiz, bakalavr bosqichini tugatganimizdan so'ng bizni hammamizni boshimizda bor turmush qurish. Ana shu turmush qurish davringizda uy bekasi bo'lishingiz mumkin yoki o'sha uyda ishlash qobiliyatingizni yanada oshirish maqsadida ham o'zingizni moliyaviy taraflama, shaxsiy xarajatlaringizni qoplash va ya'ni aytmoqchimanki, finansiy stabilniy bo'lish uchun sizga kompyuter savodxonligi juda ham muhim hisoblanadi. Nafaqat bu faqat qizlar uchun, balkim barcha uchun must have skill, ya'ni hamma da bu ko'nikmalar bo'lishi majbur, chunki siz ishxonaga kelganingizdan keyin endi qog'ozda ishlamaysiz. Kompyuterda har xil platformalarda ishlashni o'rganishingiz kerak. Va shuning uchun ham biz birinchi darajamizni kompyuter savodxonligidan, ya'ni remote, ya'ni onlayn ishlaganingizda yoki ishxonada
texnologik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun sizga kurslarni taklif qilamiz va hozir ikkinchi videomizda ana shu kurslar haqida batafsil siz bilan gaplashamiz. Demak, ikkinchi bosqich bu kurslarni tugatganingizdan keyin, ya'ni bu kurslarimiz 1 haftadan 3 haftagacha uzog'i cho'ziladi va bu kurslarni tekin olishingiz mumkin va ularni tugatganingizdan so'ng siz ikkinchi bosqichga o'tasiz. Ya'ni ikkinchi bosqichda qanday davom etadi? Bu aynan sizni Yangi asr universiteti uchun qilingan bu va siz aynan o'zingizni soha yo'nalishingizni topa olasiz. O'sha soha yo'nalishingizga qarab sizga Courseradan kurslarni berganmiz va bu kurslar haqida chuqur ma'lumotga ham ega bo'lasiz va bu kurslarga kirsangiz aynan o'zingizni soha yo'nalishingiz bo'yicha top universitetlardan, Amerika, Yevropa universitetlaridan professorlar sizga dars beradi. Oddiy maktab o'qituvchilari emas, professorlardan dars olasiz va bu sertifikatni olganingizdan keyin aynan bu yerdan sertifikat olasiz. Birinchi darajadan ham sertifikat olsangiz bo'ladi, lekin bu tanlov fan skilllar hisoblangani sababli sizga u yerdan sertifikat olishingiz majburiy emas, lekin aynan shu soha bo'yicha xalqaro sertifikatga ega bo'lishingiz kerak. Demak, birinchi daraja bo'yicha aytganimdek sertifikat olishga majbur emassiz, lekin mana shu Tier 2, ya'ni ikkinchi bosqich, ya'ni aynan shu sohangiz bo'yicha xalqaro sertifikatga, har xil sertifikatga ega bo'lishingiz shart. Ya'ni bu majburiy hisoblanadi. Har bir talaba o'qish kerak bo'lgan. Demak, bu aytganimdek sizga majburiy o'qishingiz shart va kurslarni davomiyligi 1 oydan 3 oygacha, 3 oydan 6 oygacha cho'ziladi va mana shu kurslarni tugatganingizdan so'ng sizda aynan shu kurslarni, mana shu ko'nikmalarni mutaxassisi degan xalqaro sertifikat beradi va bu sertifikat bilan siz bemalol bizni stajirovka bosqichimizga o'tsangiz bo'ladi. Lekin stajirovka bosqichiga o'tdi degani ishli bo'ldi degani emas. Ana shu stajirovkani tugatganingizdan so'ng yoki stajirovkaga nima deydi, tugatib o'sha ishli bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga yana bitta ko'nikma zarur, aynan professional ish muhitida ishlash qobiliyati. Ya'ni tasavvur qiling, bizni kursimizni eng ajoyib, boshqalardan ajratib turadigan fishkasi ham xuddi shu, ya'ni jihati ham xuddi shu. Ya'ni Coursera faqatgina sizga nazariy bilimlarni bermaydi. U sizga mana shu olgan nazariy bilimlaringizni pulga aylantirish, intellektingizni sota olish qobiliyatini ham sizga o'rgatadi. Demak, bu 3-bosqichga olib boradi. Ya'ni bu essential skills. Ya'ni har bitta ishda kerak bo'ladigan professional, kommunikabilniy kadrlar tayyorlash bo'yicha. Ya'ni bu yerda nimalarni o'rganasiz? Aynan onlayn ishlash ko'nikmalari qanday bo'ladi? Ya'ni onlaynda masalan aytaylik, sizga bir zadaniya berildi, mayli ishga kirdingiz ham deylik. Onlayn aytaylik, sizga vazifa berildi. Ana shu onlayn vazifani deadlinegacha qanday qilish kerakligi, qanday qilib time management, vaqt managementini qanday ushlash kerakligi, professional kommunikatsiya, muloqotlarni qanday olib borish kerak, yoki bo'lmasam ish muhitida siz qanday professional xodim bo'la olasiz va yana ham o'zingizni pozitsiyangizni ko'tarish uchun qanday ishlarni olib bora olishingiz haqida sizga bir qancha ko'nikmali kurslarni jamlamasini ham qo'yganmiz bu yerda. Aynan shu kurslar orqali siz butun bir sistemani o'zingizga jamlashtirgan bo'lasiz. Ya'ni birinchi bosqichda esingizda bo'lsa, kompyuter savodxonligidan siz ozgina bilimlaringiz bo'ldi. Ikkinchi bosqichda siz judayam o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha xalqaro darajada o'qidingiz va 3-o'rinda aynan siz mahalliy va xorijiy kompaniyalarda ishlash ko'nikmangiz bor. Ya'ni bu degani siz уже professional xodimga aylandingiz degani. Aynan shu professional xodim hammaga kerak. Hammaga boya ko'rsatgan o'sha Headhunter'dagi ishlarga aynan mana shu 3 bosqichdan o'tgan talabalar juda ham kerak. Agarda siz mana shu yo'llarni etapma-etap, ya'ni bosqichma-bosqich o'ta olsangiz, demak siz o'zingizni intellektingizni bemalol har qanday bozorda sota olish qobiliyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari biz 3-bosqichda sizga LinkedIn haqida, rezyumeni qanday to'ldirish kerakligi haqida, aynan shu xodim va rahbar o'rtasidagi munosabatlar, umuman barcha nima deydi, xorijiy mamlakatlarda hozir juda ham talab kuchaygan ko'nikmalar haqida sizga batafsil
kurslar tayyorlaganmiz. Demak, keling endi men sizga hozir Coursera haqida ozgina yana bir tushuncha berib o'tsam. Demak, hozir ko'rib turibsiz, bu bizni kurslar ro'yxatimiz. Bunga ikkinchi darsimizda batafsil to'xtalamiz. Hozir men sizga Coursera haqida juda ham chuqur ma'lumot berishni xohlayman. Masalan, mana Courserada Google ga yozdik. Eslab qoling, Coursera. Demak, Courserani yozganimizda mana bizda kompaniya haqida ma'lumot kelib chiqdi. Demak, bu amerikanskiy globalniy поставщик массовых открытых onlayn kursов. Demak, bu Amerika davlatining kompaniyasi hisoblanadi va bu yerda onlayn kurslar jamlangan. Demak, Courserani mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Buni ichiga kiramiz. Mana kirganimizda bizda Courserani web interfeysi ko'rinyapti bizga mana. Demak, siz xohlasangiz telefonda, xohlasangiz noutbukda, xohlasangiz kompyuterda kirishingiz mumkin va mana bu yerda sizni juda ham katta masshtabdagi kurslar kutib turibdi. Haqiqatan birinchi kirgan inson o'zini yo'qotib qo'yadi. Chunki mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, qanaqa soha, mana ko'nikmalar, sertifikat va dasturlar, sanoat va karyera manbalari va mana hamjamiyatlar, juda ham ko'p informatsiyasi bor. Va mana shu informatsiyalar oqimida siz yo'qotib qo'ymasligingiz uchun mana shu sizga nimalarni ishlab chiqqanmiz. Bunga ikkinchi darsimizda to'xtalamiz. Demak, Courseraga qanday qilib kiramiz? Aynan mana shu o'rgataman sizga. Demak, kirishni bosamiz. Kirish, yana qaytarib o'taman. Mana kirish degan buttonni bosdik. Nimani bosamiz? Email bilan kirishingiz mumkin yoki mana oddiygina Google bilan davom etish. Demak, Google'da akkauntingiz bo'lishi kerak va mana Sarvar Ahmadova, ya'ni o'zimning akkauntimga kiryapman. Demak, ozgina muddat vaqt ketadi bunga. Mana o'zidan o'zi mana Google orqali tezgina kirib ketdi va menda shunaqa interfeysda xush kelibsiz Sarvara degan yozuv chiqdi. Demak, bu yerda mana men uchun alohida avtomatlashtirilgan kurslar nimasi reklamalari chiqib kelyapti. Lekin biz bularga hozircha to'xtalmaymiz. Demak, bu yerda hozir Courserani mana tanishish degan joyida mana nima dasturlari borligi haqida ko'rishingiz mumkin. Mening ta'limim deganda aynan sizni qanday kurslar olganingiz haqida ma'lumotlar beradi bu yerda. Masalan, qaysi kurslarni olgansiz? Mana men o'zim ham shaxsan o'qib chiqqanman. Stanford universiteti, University of Pennsylvania, aytaylik Memoir and Personal Essay, University of Virginia, Google, Microsoft, bularni hammasini kurslarini o'zim tugatib chiqqanman. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin darajalar, qanday darajalar olishingiz mumkin. Ya'ni siz universitet darajasini ham olishingiz mumkin, lekin biz bunga to'xtalmaymiz, chunki biz sertifikat bilan ishlayapmiz hozir. Demak, mana bu yerda esa tilni tanlashingiz mumkin. Masalan, o'zbek tilida turib xohlasangiz ingliz tiliga o'zgartirishingiz mumkin. Ingliz tilida mana bizda Courseramiz chiqadi. Coursera dasturi interfeysi o'zgaradi. Yoki bo'lmasam rus tilida o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana rus tilida ham interfeysni boshqarsangiz bo'ladi. Demak, bu hozircha bizda Coursera haqida qisqacha ma'lumotlar. Coursera o'zi yana ham chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu havolalarni qoldiraman sizga aynan Coursera bo'yicha va u haqida yana ham chuqurroq ma'lumot olishingiz mumkin. O'zini saytiga kirib ham, undan tashqari yana o'sha bloglar bor, ularni o'rganishingiz mumkin va hokazo. Demak, bugungi darsimizda aynan shu narsalar haqida gaplashib o'tmoqchi edim sizlar bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ikkinchi video darsimizda aynan Yangi asr universiteti sohalar kesimida Courserani kurslari haqida gaplashamiz. Rahmat hammaga.